G'azo yana bombardimon ostida. Ha, adashmadingiz. G'azo sektori, qamal ostidagi G'azodagi musulmonlar yana bosqinchi, xoin yahudlar tarafidan bombardimon qilinyapti. Ajablandikmi? Yo'q. Chunki yahudlarni tarixdan ham, o'tmishdan ham xoinligini bilamiz. Va kunimizda ham mana bu xoinliklarni davom etkazayotganini juda ham yaxshi bilamiz. Bosqinchi yahudlar G'azo sektoridagi oxirgi asirlarni jasadlarini ham qutqarib oldi. Endi esa xohlaganicha bemalol shaklda yana G'azo sektorini bombardimon qilyapti. Va mana bu bombardimonlar natijasida so'nggi kunlarda o'nlarcha musulmonlar va ichlarida yosh go'daklar ham bo'lgan o'nlarcha musulmonlar shahid bo'lishdi. Va yana o'nlarcha musulmonlar yarador bo'ldi. Subhanalloh, G'azzodagi musulmonlarning boshiga mana bunday og'ir kulfat keldi. Bir tarafda qishning sovuq kunlari, bir tarafda ocharchilik, qiyin hayot va yana bosqinchi xoin yahudlarning bombardimonlari. Musulmon o'lkalari nima qilyapti? Musulmon o'lkalari qanday qarshilik bildiryapti? Hech qanday. Hattoki bo'layotgan voqeaga, bo'layotgan bombardimonlarga qarshiligini, noroziligini ham bildirishmayapti. Hasbunallohu va ni'mal vakil. Shu vaqtda o'ylanib qolamanki, nima sababdan Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan kelgan hadisda yahudlarni bir zamon keladiki, oxir zamonda ularni o'ldirish uchun yashiringani daraxtlar, toshlar ham ey musulmon kel, meni orqamda yahud turibdi, o'ldir deb aytishligini ma'nosini endi tushunib yetdim. Chunki qaysi bir qavm tug'yonga ketadigan bo'lsa, unga keladigan azob uning tug'yonidan qat-qat og'irroq bo'ladi. Od qavmi, Samud qavmi, Fir'aun yoki Lut qavmi. Mana bu qavmlar qilayotgan zulmi, ularga kelgan azob esa ularni qilayotgan zulmidan bir necha barobar og'ir edi. Va ular tarix sahifalaridan yo'q bo'lib ketishdi. Endi bugun ham yahudlar tug'yonga ketyapti. Musulmonlarni qatliam qilyapti. Musulmonlarga zulm qilyapti. Islom muqaddasotlarini paymol qilyapti. Albatta ularga keladigan azob ham mana bu qilayotgan zulmlardan juda ham katta barobarida bo'ladi. Lekin mana bu kun qachon keladi? Uni bilmaymiz. Balki bu kun kelgungacha G'azzoda yana millionlarcha musulmonlar shahid qilinishligi mumkin. Islom muqaddasotlari paymol qilishligi mumkin. Islom yerlari ishg'ol qilinishligi mumkin. Endi bizlarchi, biz musulmonlar shu kunlarda nima qilishligimiz kerak? Qo'limizdan G'azzodagi musulmonlar uchun qanday yordam keladigan bo'lsa qilishligimiz kerak. Ha, kuch taraflama, kurash taraflama yordam bera olmaymiz. Bu hozir imkonsiz. Endichi nima qilishligimiz kerak? Ommaviy internet vositalarida mana bu yahudlarning zulmlarini, mana bu yahudlarning xoinliklarini va mana bu yahudlarni qilayotgan ishlarini ommaga ko'rsatib, musulmonlarni uyg'otishga harakat qilishligimiz kerak. Yoki G'azzodagi musulmonlarga moddiy taraflama yordam bera olamizmi? Moddiy taraflama yordam berishga harakat qilishimiz kerak. Chunki G'azzoda millionlarcha musulmonlar ochlik bilan qarama-qarshi turibdi. Qancha yosh go'daklar, yetim bo'lib qolgan yetim go'daklar og'ir sharoitlarda, og'ir holatlarda yashashyapti. Va bizlar ham qo'limizdan kelgancha mana bu G'azzo xalqiga yordamga shoshilishligimiz kerak. Shay bo'lishligimiz kerak. Agar bunga ham imkonimiz bo'lmaydigan bo'lsa, ibodatlarimizda, namozlarimizda G'azzo ahli uchun duo qilishligimiz kerak. Ha, mana bu amallar bizning qo'limizdan keladi. Endi agar biz mana bularga ham beparvo bo'ladigan bo'lsak, ertaga qiyomat kunida Allohning huzuriga kelganda beradigan hech qanday javobimiz qolmaydi. Yahudlar o'zini g'oyasi, o'zini aqidasi, o'zini fikri yo'lida qancha millionlarcha musulmonlarni qatl qilib yuboryapti. Islom o'lkalarini vayron qilib yuboryapti. Endi biz musulmonlar Robbimiz Alloh bo'lgan holatda, islom dinimiz muqaddas bo'lgan holatda biz dinimiz uchun bunchalik harakat qilmayapmiz. Mana sulh qildi deyishdi G'azzoda yahudlar. Lekin sulhga qancha davlatlar aralashgan bo'lsa ham, mana bu davlatlarning menga hech qanday ta'siri yo'q deb yana xohlagancha
musulmonlarni, G'azzodagi musulmonlarni bombardimon qilyapti. Subhanalloh. O'zi mana bu qish juda ham og'ir keldi G'azzo xalqi uchun. Chunki qattiq yog'ingarchilik, qattiq shamol va chodirlardagi og'ir hayot. Alloh taolo G'azzo ahlini saralab olyapti. Albatta inshaalloh ulardan ketganlar Robbilarining huzurlariga chiroyli holatda borishadi. Lekin biz musulmonlarchi? Biz Robbimizning oldiga, huzuriga qanday holatda boramiz? Hasbunalloh va ni'mal vakil. Alloh taolo mana bu yahudlarni, zolimlarni, Ot qavmini, Lut qavmini, Samud qavmini halok qilganday halok qilsin. Va ularni mana bu mazlumlarga qilayotgan zulmlari sababli Alloh taolo ularni qattiq azob bilan azoblasin. Bizni qo'limiz bilan azoblasin. Va G'azzodagi nochorlikdan, faqirlikdan, og'ir sharoitlardan, qiyinchiliklar ko'rayotgan musulmonlarga Alloh taolo ofiyat bersin. Va qalblari tosh bo'lib qolgan, musulmonlarni ko'rsa ham qayg'urmaydigan musulmonlarning qalblarini ochsin. Alloh taolo musulmonlarni birlashtirsin. Alloh taolo islomimizga eski izzatini, sharafini qaytarib bersin. Yana bir bor ta'kidlab aytaman, G'azzodagi zulm ko'rayotgan musulmon qardoshlaringizni unutmanglar. Ularni boshidan o'tayotgan voqealar bir kun kelib bizning boshimizdan ham o'tishligi mumkin. Chunki mana bilasizlar, Suriyada urush bo'ldi. Suriyadagi urush sababli Suriyadagi urush boshlanishidan oldin hech kim taxmin qilmagan edi. Bunchalar qattiq qatliamlar bo'lishligi, bunchalik qattiq urush bo'lishligini Suriyada yoki boshqa davlatlarda bir kun mana bu zulmlar bizning boshimizga ham kelishligi mumkin. Shu sababli agar bizlar musulmonlarni yolg'iz tashlab qo'yadigan bo'lsak, bizlar ham ertaga yolg'iz tashlanib qolamiz. Alloh taolo barchamizni qalblarimizni bir qilsin va dushmanga qarshi, kofirlarga qarshi, zolimlarga qarshi bir-birlarimizni birlashgan holda qarshi turishligimizni nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.